Radnoylar tanishinglar, bu meni yangi joyim. Kirishinglar bilan, короче, mana shunaqa atmosfera sizlarni kutib oladi. Ertalab turaman, men bitta ovqat juda qalaman, mana shu yerda ovqatlanaman. Bizada bugun meni mehmonim Mubin Lolo, meni partnyorim bilasizlar. Shunaqa gaplar. Bu o'sha legendarniy kompyuter. Mana shu kompyuterda men har doim stream qilaman. Yoqqan bo'lsa bitta like ham bosib qo'yinglar, обязательно. Вот videoga baho berib qo'yasizlar. Bu yerda mehmonlar kelganda o'tiramiz, mana shu temalarni qilib gaplashamiz, har xil temalarda. Вот. И всё. Bitta cho'tki joy bor, hozir ko'rsataman. Bu короче motivatsiya oladigan joy. Har xil ideyalar mana shu yerda keladi. Menga to'g'risini aytaman. Bilganinglarda takoy vitslarni qarshi oladi. Bemalol takoy tabiatga qarab chakib tursanglar ham bo'ladi anaqasiga. To'g'risini aytsam, 1 yil oldin bunaqa narsalar men uchun orzu edi, to'g'risini aytaman, orzu edi. Qildim, o'xshadi, короче. Bizda через день, endi 3 kunda bir syomka bo'ladi. Charchab kelganimizda, shundoq kelamiz, ashki shundoq o'tiramiz, qonamiz, bo'ldi. 3-4 soat yoki futbol birga bir. Yoki de UFC o'ynab o'ramiz. Agar yaxshi o'ynaydiganlar bo'lsa, vizov tashlasanglar, komment yozib qoldiringlar, o'zim yozaman, chaqiraman, birga bir o'ynaymiz. Nada bu deydi, farqi yo'q. Endi bu ikkinchi etaj. Bu как spalning desa ham bo'ladi. O'zi mana shu polniy xona, bu как podstudiya qilingan. Qulay, menga yoqadi. O'zimni o'sha stilimdagi joy. Всё, mana shu yerda, короче, charchagandan keyin mana shu yerda, короче, dam olinadi. Videoga baho berib qo'yasizlar. Nima desa bo'ladi? Вот, mana shu meni yangi joyim. Mana shu yerda sizlarni xursand qiladigan kontentlar, yangi ideyalar bilan sizlarni, короче, lol qoldiraman. Bu narsalarni ko'rsatib nima to'g'ri deyishinglar mumkin. Bu maqtanish emas, просто harakat qilinglar. O'zi omad degan narsa to'g'risi men uchun yo'q. Omad bu вообще yo'q narsa, bu vozduk. Harakat qilish kerak, harakat bor joyda natija bo'ladi, bolalar. Движение qilish kerak, всё. Charchamaydi.